qilib bo'lsin-da. Nimaga? Xolam bizga keldimiz, значит, yo pochcham ichib janjal qilgan, yo ayam chorni kassan pulni hali ham bermagan. Xafa bo'lma, sening hammasi o'tib ketadi. Ering taniysanmi yo opang taniysanmi, 100% erini taniydi. Yana har hafta erini ayamga jomonda o'tiradi. Otamdan yodigorim opam, nuringiz. Kronikasi pulini berib yuboring. Opa, siznikiga kelsam shunday yengil bo'laman. Boshim og'riqlari ketadi. Uzoqqa ketmaydi, xola ana shu o'rinlar ayamga o'tadi-da, keyin ayam alamidan bizga qaqshatadi. Jo'xshaydan tayoqni jeymiz. Voy, opa, obicha 3-4 kun zarka bor, dam olib kelsan. Ihoda, rahmat, bormayman. Boraver, mazza qilib dam olib kelasan. Dam olish tipman dam olish, obar kichikda ishlatadi. Nima qildi bolam, boru? Sen ham meni bolamsan-da. Ish qilish kerak bo'lsa bolam deb qolasiz. Garchi kerak kasal bo'lsa men tinmaslik qilsam, darrov ayamga telefon qilib, "Ala, opa, mana gazandangizni aptingga tushib qolasiz." Bormayman. Har safar qaytlarlarni qo'l uraman, Xolajon, kechiring, men nosh sizni xafa qilib qo'ydim. Sizga atab she'r yozuvdim. Qani aytchi? Xolam mening xolajonimsiz, onamdayin mehribonimsiz, jiyanlarim baxtida yasharsiz, ikkinchi onajonimsiz. Sochingizga oq tushmasin, dunyo turguncha turing. Luppi yuzingizga ko'zlar tegmasin, doim shunday do'mbillab yuring. Rahmat bolajonim, ko'nglim bo'shab ketdi. Uylaringga boraver, qo'ygan ishlarni o'zimiz qilib qo'yamiz. Xolamda ashli yirtib qochmasam, mana 3 gektar makkina menga o'rdiradi. Qoch!